Türkiye şadlık tarihi Hoşallık alemiga başlaydı çatlık Şad yaşaş durmuşqa bir dumana Güleyli dostlarım tatlık ve tatlık Şad yaşaş durmuşqa bir dumana Güleyli dostlarım tatlık ve tatlık Sarkıl yumur ve kızıkarlık baranla Şatlıkı tolgan radyo oyunları Şekrinizge tabassum, kalbinizge kaynak hayacan beksergan şiirin demle Şatlık minutları programısı da Şatlık ve hoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalp geçilsin Şatlık, şatlık, şatlık minutları Şatlık, şatlık, şatlık minutları Şatlık minutları Ey kilxumar aziz do'stlar, radio aldirbamizda hammalarga shodlik va xushallik yor bo'lsin deb tilaymiz. Riyasat do'stlar Mavlud Ibrohimdan salomlar. Qarshilamiz Mavlud Ibrohim. Marhamat. Rahmat, tashakkur. Qadina do'stlar, qiziq baranlar qalbimiz har vaqt ram qilsin. Ko'ngillik damlarning har vaqt bizga yor bo'lishini tilab, Shodlik minutlari programmamizning mazmunlarini boshlab turibdimiz. Men Zokra Kiram. Nima dedingiz? Zokra Kiram Ey, dedim. qarshilamiz unda bo'lsa. Ey, rahmat. Maqla. Qani, lirik muzika chalg'uvchilari tayyorlig'ini bitgan bo'lsa, boshlasanlar. Ha, bo'pti. Qanondasa, boshlanlar. Marhamat. Yaxshi. Buldiki, shunday yaxshi boshlab chaldinglar jumuslar. Undan sizlar menda chiroyli chaqandikin, biz chiroyli bir gaplarni menda keltirmasak bo'lmag'idek, menga. O'sha lirik muzikaga moslashtiraylik. Lirik bo'ldimi yo? Ey, bo'ldi. Bundan ortiq nima bo'ldi endi? Bundan lirik qilayotaymi yo? Ya bo'ldimi, shu bo'ldi. Xo'sh, qadrli anglovchilar, programmamiz boshlangan vaqtida sizlarning chehringlarda bir narsa jilbilandi. U nima degan vaqtida ma'miki deb qolmanglar. Shunaq. Kulka va kulimsirash. To'g'ri. Kulimsirash inson ma'naviyatini chaqintib turadigan go'zallik julosi. Kulimsirash orqali hurmat va mehr muhabbat optipini rangarang gul chechaklarga to'lgan qalb beg'iga boshlab kirgili. Kuchlik bahor quyoshidek dillarni illat qili. Kishilar orasidagi do'stlikni kuchaytgili. Inoqlik o'riqini chashqilib bo'ladi. Hey, demak, mana mushu kulimsirashning sehriy kuchi, qudrati nihoyatmi, cheksiz nihoyatim zo'r deyishga bo'ladi, shundaymi? To'g'ri. Chunki kulimsirash bir xil ko'ngil izori. Ajoyib. Bir xil san'at. To'g'ri. Yana bir xil fazilat. Oho, nereden topgansiz? Men his qildim. Men his qildimki, kulimsirash güzellik to'lgan bir xil chiroy ifodasi. Shundaqli bir xil madaniylik va qizg'inlik to'lgan sof hissiyot. O'zaro aloqadagi illiq iqim va muhabbat. Shundaq anglovchilar, bu kulimsirashning roli qimmati nihoyat zo'r bo'lib qolmay, buni ta'sirlantirish kuchi ajoyib zo'r. To'g'ri. Masalan, doktor sestralarning kulimsirishi bemorlarga ro'yi ozuq, umid ishonch ato qiladi. Rasmiy. O'qituvchilarning kulimsirishi sabiylarning g'uborsiz yumran qalbini mehr va illiqlikqa to'yindirdi. To'g'ri. San'atkorlarning kulimsirishi tomoshabinlarga tabiiy holda xushallik bag'ishlaydi. Masalan, bizdagi savdo tijorat va mulozimat o'rinlaridagi xodimlarning kulimsirishi bu qimmat yaratadi. Rostku? Pul. Nimaga deb qolmanglar. Ana bu cho'nglarning kulimsirishi bo'lsa, balalarga g'amxo'rlik va kuyimchanlikni yetkazadi. Yaxshi bolalarım. Shodlik minutlari programmasi boshlandi. Unda olsa. Qanday qilamiz? Kulimsiranglar, ha. Ma'qul unda bo'lsa. Qopig'inglarni turmanglar. Ma'qul turmaymiz. Demak, mana bu g'amxo'rlik va kuyimchanlik. To'g'ri. Balki mashina haydab arayollar ketayotgan bo'lishi mumkin. Va yoki arayollar oyilda o'tirib programmamizni anglayotgan bo'lishi mumkin. Ey arayollar, bir-biringlarga qarab, mehinglarni kulib qo'yinglar, kulimsirab qo'yinglar, chunki kulimsirashmo arayollar o'tirsidiki muhabbatni chang'atadi. Shundaq. Odamlarning ko'ngli to'limi nozik bo'ladi, ishonsanglar. Shinimiz. Bumuz yo'lda ketayotgan birisi bekan no'q qo'yib qo'yganlar, ko'ngliga valaqqid keladi. Shuna hamma odam kulimsirashga intiladi, kulimsirashga muhtoj. Biz mikrofon oldida kulimsirab turib, sizlar uchun mulozimat qilyapmiz. To'g'ri. Bo'lmasa ba'zilarimizning kulimsiragidek holimiz yo'q. Ey, bosh chiqilib ketgandek. Og'irayotgan bo'lsa-mu, kulimsirashdan xushallik topamiz. Kulimsirashdan ma'naviy oziq olamiz va hammamiz bahor illiqligiga cho'mgandek tuyg'uga kelamiz. Shundaq mana mushundaq bir o'zimizningki
күлімсіріші арқылық, радио толқынлары арқылық, аңлығычыларымызға бір зәретлейлі аңлығычыларымызға тәсір көстейлі, сіләмі күлімсіраңла. Taqılı deməsin. Taqılıdır şundaq. Şuningdek, bizim şu şatıq minutlar programımız sizga esingizdan chiqmag'iday xushalliqlarni, sizga tatlıq gülümsirashlarni ata qiladi deb ishonch bilan ayta olamiz. Shunda qadrlik anglovchilar, kulimsirash haqida nurg'un gaplarni qildik. Unda bo'lsa hammamiz bayam degandek cho'nglar ballarga kulimsirayli, ballar cho'nglarga kulimsirayli. Ayollar bir-biringlarga kulimsiranglar. Ballarmi maktabdan qaytgan bo'lsanglar, mualliminglarga kulimsirab xo'sh deyishni unutmanglar. Shunda har qaysi xizmat o'rinlarida o'zaro bir-biringlarga, xizmatdoshlar bir-biringlarga tatlıq, obda yaxshi kulimsirang. Unda bo'lsa. Unda bo'lsa shu so'g'larimizni yanala shu dangliq personaj Мәтлейден başlamdık, dağlık çolpan. Şurada kılamda, bu işkisinin kulağını kızıtıp, anlatılar mı? Belki könep gitti. Aralıdırdı, ay Mətleyini anlığılıcı. Hem bilirsinler, Mətley şundak mı bir hayacanlı bir adam özü. Bazı vaxtır mı? Şunla bir günü yeni şu hayacanlanğan halda sırtın kirgen peti Xusmirəgi deydiken. Ama ma hayacanın işini doğru kemeydiken. Oyay. Ne oldu? Oycan. Voy, nem bo'lib ketdingiz, Mətley. Acaba adamni ansirattınız. Hey. Ha? Dehşet doğru ekan bu. Nima? Dehşet doğru ekan. Voy, nemi to'g'ri ekan? Oyay. Voy, su basınız. Tutur. Hazırda texman suvni ağanma gullarga qo'yib etay deb tuting. Siz bek aldirashgansiz, yandan birini akirib berish ulgurmayman. Ma'qul ishdan. Gullarga qo'ydirgan sun bu. Bo'ldi, gullarmi mushundan o'zi qilib ko'klayotdi mana ishxonada gullarmi sen. Ichivering, ishni bo'lmaydi. Oyay, Xusmira, men sizning bir gulingiz bo'lgan ekan. Ras. Siz mana bu o'ninki birmi ichilmagan gulsiz. Shuni ichib sen. Ichim, bo'pti. Voy, tishlarini voy. Voy, nemda ko'ngilsiz ishsiz. Voy, bo'ldi qiling. Voy, esiz. Suv berganga to'yg'azdi. Ay, dahshat to'g'ri ekan. Nemi to'g'ri ekan, tushunmayli qoldim-ku. Bu internet nima degan yomon deyman-da. Internet? Qanday deysiz? Voy, yaqinda kod bor-ku. Bilma. Skanerlab xarakteringizni bilib yiqing deydigan bir o'yinlar chiqdi. To'g'ri, ko'rgandim, o'tgandim men buni. Ay, qarang. Shu o'yinni men bunda shu kodni skanerlab xarakterimni bilib boqay deb skanerlasam, nima qanday to'g'ri chiqdi. Hayron qoldim. Odatda 50-60% to'g'ri chiqsa men to'g'ri aldayman-ku. 70-80% to'g'ri, to'g'ri deyman. 100 ni ishib ketganiga shu men to'p desingiz, to'pning gapini qilyotdi, xarakterining gapini qilsam, siz bir to'pga o'xshaydi ekansiz deganmiki deb o'ylasam, ma gapda sababda bo'pti. Qanday chiqdi shunday qilib sizni zaten nimani deydi? Telefonim qarab turib tapiray. Siz qaror chiqarsangiz, eng oxirigacha qila olasiz ekan. Keskin qaror chiqarasiz debdi. To'g'ri-ku? Yo'q, nar to'g'ri bo'ladi, ha? Biz bilmamdi. Bizgu azaldan siz bilan xizmatdosh bo'lib ishlab, sizni unda his qilmadik biz. Qip-qizilg'u bu. Rost. Siz qachon bir qaror chiqarib baqqan bir ishqa? Qachon bir chiqargan qarorni oyog'igacha ep berib baqqan? Ishxon ishlayapsiz mana. Voy, siz his qilsangiz-chu? Siz his qilsangiz, u his qilish olmaydi u. Ishimizga xizmatdoshda. Siz his qilmagan bilan? Rosay. Qanday? Navoda. Men qochiyman. Kirjiyman. Dedimmi? Bo'ldi. Qat'iy qaror qilaman. Ayolimga masasama qilaveraman. To'g'ri chiqibmi? Bu yer to'g'ri chiqibdi. O'snera bunday qaraydigan bo'lsa, kirjiyman, qochiyman deb o'rnimda turib ishni qilaman-da. Rasa uning qarasi masalan samaysiz. Bu deganingiz to'g'ri chiqibdi, keskin qaror chiqardingiz. Danga yana nima to'g'ri chiqdi? Yana ikkinchi to'rdaydi. Qo'sqingiz oshmasimi, nasaysiz debdi. To'g'ri. Bu yolg'onligu mana. Bu aniqli yolg'on bu. Ne deysiz, Ne deysiz? Mana hozirgacha o'g'arliqda sizning ishxonaga bir haqiqatan bir narsa ko'tarib kelganingizni o'qmaymiz deydigan.
Kötürüp geldiğin nesiller emas o, yeydiğin nesiller. Voy ya to'da, ama ishxonadagilar bilan yig'ilishib tomoq yeydi desakmi, unimaysiz, qochsiz. Mening yeydiğin neslim siz nereden bilsiz? Voy, unchalik yegan bo'lsangiz, men bilmasam deyman, unchalik yegan yeringiz bo'lgan bo'lsa, buncha o'riq tumagan bo'ladingiz, matli. Menda o'ylashib gap qiling. Bak to'g'ri. Yo'q, to'g'ri emas. Daprayman nima yeydiğinimni? Da. Ayolimning ochig'i qachon yondig'andi deb g'am yaplar kun. Biroz. Men mushu yerga qo'l qo'yyapman-ku. Shu mening yeydiğinim tamoqlar emas, ko'tarib keldiğin g'amba yeydiğin. Ha, to'g'ri. Da, yana bormiki? 3-turda tasavvurga boy ekansiz deydi qarang. An ma gapga men mumkin emas, ishonmayman. Voy, to'g'ri. Voy, nari to'g'ri. Sizni tasavvur degan nollig'u zodi. Voy, to'g'ri deydi, siz nereden bilsiz mening Voy, tasavvurim? mana bir ishxona ishlayapmiz. Mani yangilik yerdan qanday ma turga nisbatan nim o'ylaysizlar deb qoldigan bo'lsa, direktor, siz hech nima qilmay shu ko'nicha bir narsani tashlab o'tirsiz. Yo'q, sizni tasavvur degan narsa. O'zingizning gapini dal o'rsizga bek to'g'ri meniki. Qandasiga? O'qiyotgan chaqda Ha. qiz do'stimning, yana hozirgi ayolim Husniraning kulimsirishi qarab, bek muloyim, yuvosh deb tasavvur qilgan. To'g'risi. Ang to'g'risi nima? Demak, tasavvurga boymikanmi? Siz rost boy ekansiz. Bundan boshqa ang to'g'risi. To'g'risi nima? Quyoshdak ochiq yo'ruq ishkansiz degini to'g'ri chiqdi. Qandasiga sizni men biz unda deb yuz qimdi qachonlik qarsa qopoqlaringiz degan turilibli ketayotgan. Ay, siz bunday degan bilan cho'q ochiq yo'ruq ekansiz deydi. Men ustingiz ochiq, beshingiz ochiq deganni ma'ni bildirdi bu. Siz nereden bilsiz, ha? Ma qarang. Beshimda chash yo'q. Paga qarab tug'unni qandaq belib olganda ish qilib bak to'g'ri topadi ekan. Bildingizmi? Biraz to'g'ri debdi. Sizmi? Men sizga avat beray. Sizmi skanerlab o'zingizning xarakteringizni bilib beqing, ha? Ya bo'ldi. Sizlamash taqib o'takdinga bo'ldi. Oy, matli, mushundaq ishlarga biz ayollar ba'zi yugurib yurib qilmaymiz. Bo'ldilar. Sizniki shunda to'g'ri debdi. Adamning yaxshi qo'ydiga ish takkanda qilib. Qo'l qo'ydim. Machayn, men suvni iching. Ikkinchi gap qilmayman sizga bu. Ya unda deyman, gap qilib qolasiz. Bu tavyan. Qil. Sendan so'ramsak, masibda kimdan so'raymiz o'zing da baqa. Voy, kunda mendan so'rabmi, zerikmadingiz savolni. Yo'q, zerikmayman, yana so'rayman. Degina, ma o siliq spayliq degan nimani ko'rsatdi? Bu mushini bir dapaqay, mushning qim bo'lsin bir, bunda bir o'lchamlik bir javob ber baqa. Sizmi siliq spayliq bilan so'ramamsiz buni. Sen bu siliq spayliq oqmisa ya? Ha, bo'pti menday. Siliq spayliq degan variz nimani ko'rsatdi? Qani unda savaqdash variz, siz mushu savolning javobini deb beqing, ha? Bundaq gap qilsangiz bak uyqum ketdi ekan ma'lum. Bo'lavay gapni as qilib, nimda qiladigan ishimiz. Buna, qo'sh bilaman, uningdagi yana o'tadigan dars bor. Siliq spayliq deganimiz ma'lum. Ha. Lig'irlab turadigan yumshoq lampongni cho'ki bilan tushunyapsiz ya. Degina, voy, nimda munosabatsiz gap qilsa, bu lampongning gapini qilib yuraysan sen. Aldirmang. Ha. Siliq spayliq deganimiz ana shu yumshoq lampongni cho'ki bilan to'liq qisib olgan vaqtida ishlatgan qo'l kuchimiz siliq spayliq. Savaqdash variz. Siliq spayliqqa shundaqmi bir javob berdingizki, aniqlama berib. Bo'pti, undan so'ng men bu siliq spayliq bilan sizni chiqitishingizni alayda askardiman. Qani unda bo'lsa variz sinfdan chiqib beramsiz? To'xtang ma'lum. Siz yumshoq lampongni cho'kila aldirmay qisib og'zingizga solgan ko'z holatni ko'z oldingizga keltiring. Shu vaqtda siz qo'pollik bilan yemsiz yoki siliq spayliq bilan yemsiz? Shu qo'pollik bilan unda lig'irlab turgan lampongni cho'kiga ip bo'g'ilib bo'lmaydi. Shuning uchun siliq spayliq deganimiz ana shu. To'g'ri dedingiz variz, ammo gapingiz ma turmushga nisbatan tushdi, ammo hozir darsga nisbatan ma toz tushmay qoldi. Shuning uchun variz savaqdash, siz bir eshikni oldiga chiqib turing, men aqlingizni chiqaman, ma'qulmi? Chiqib ketishdan oldin bir qiz gap qilaman. Siliq spaya bo'lib turib gaqiling. Ma'qul. Sayfiyangda mubada lampong yegan vaqtingizni sinab beqing bugun ma'lum bo'lamdi. Ha, ma'qul. Undan so'ng eshikni oldiga chiqib turing. Men chiqib ketdim. Ma'qul. Xo'sh. Cho'lanishib aralashgan bo'lgandek ma'volni chiqib qattiq birim deyapman juma men. Ey, hurmatli o'quvchilar, qadroq kayfiyatinglar yaxshimi? Qo'sh deb ketay. Shuning bilan
ayoli kresloni yolg'iz ko'tarib turib, ostini supurib tozalab etibdi ekan. U kimning ayoli ekan desanglar, shu Matlining ayoli Husnira ekan. Uy tozlamdi o. Qanday bo'lib ketgan? Shu ayolning tuyuqsizlik bir ishchanligi tutib ketib, topdi. Mushu Matli bilan to'y qilgandan hozirgacha men bir qatim uyimni tozalab boqmabdim-a. Bir uy tozalay deb, shundan uyni tozalab etibdi ekan-da. Shundan Matli ayoliga debdi. Hey. Oy, O'sha uyini deb ko'p jabat attың Husnira. Shunda buvatidi. Uy, mana ishdan qaytib kelib, Safani ko'tirib, supurib yuriysan-da, Safalarni ko'tirib kuching bajma. Matli. Rastuli meni japatatdi deb o'yladingmi? Japat atmama, Safalarni ko'tirib bir qo'ling bilan das ko'tirib yuribsan. Va unda bo'lsa tushar masofadan ko'tirib bulanmasam, nima ustiga chiqib taqlab o'ynaysiz deyman, men yerda qildig'ach topolmadim. Tushaman, tusha atirib o'taymi yoqqa. O'rindizmi? Seni tunji qetib uy tozalag'an uchun toza Safani sakring kelib. Mana amsa bukama yeni sakrib ketman jo'man, lekin baradigan bo'lsam. Qana bir ishga sakrab o'yna olay. Men Safani tozlamsa, o'zim tozlamsa, men tozlamdim. Voy, bugun mening tug'ilgan kunim shuning uchun o'zingiz bir qilyapsizlar, shuni xotirjam. Unda o'g'aga oyoq o'tib turgan, men jim o'tirgan men ayada men kapsizlik qilmay. Yo'q, Masafaning Asafaga yana bir sakrab olay. Men nimda qilib xab, mana amsa mushadim boshlab qo'lgan peti, o'yagacha qo'llab sakrib o'ynamaydigan bo'lsam xab qilay. Bo'ldi, rahmat. Ang yaxshimi o'zimni so'ray. Bu toz davxo'mi bu? Mushtaki. Shudami, bir omdan uy tozalab tamoq etib beryapsiz. O'zi ish tepib. Hey, unda sog'lig'ichilarimizga yana bir ayollardan gapiraymiz, ha. Shuni qarta bir inkasani qoldirgan bo'lsa. Shit, pixsiq. Bir ayol ekan. Bu pixsiqlikdan puchuq chiqqan ayol ekanda. Shuni qo'shnisiga yana bir xizmat ishiga qo'shnisiniki g'iybatni so'zlab berdi ekanda. Voy, qo'shnam. Qabi qandaroq obdan to'lima? Yaxshi. Qarasam bir jiddiy gap basıl uchrab qollar. Boyning yoq ichimga patqizamay ketib-atgan. Sizlar bilan uchrashib qilishni menmi arzu qilib voy, ajab odamning ko'nglini xo'sh qiladigan gaplarni qildi desammish qo'shnam. Men azroq ishim batdi. Yo'q, to'ptisizlar ishlarini qililama bir gap qilib beray sizlarga. Voy, bugun kimning gapi? Bir maldikilarning gaplari kimning gapi bo'ldi? Shu qo'shni qo'limlarning gapi bo'lmamdi. Qo'shni qo'limlar bilan hozirga cheqin o'tmayaptamlar. Manda. degan xijil. Yo'q. Men ular yaqin o'tmayapti men bilan ular. Men emas ular. Iliqim Maram bor-ku. Maramni bilamla. Iliq mening qo'shnam o'tib ketgan pixsiq, uchig'i chiqqan peti. O'yey, menga hech nima oldirmaydigan. Ashunchaki darajadagi iliq Maramchu. Vo, Savut yog'ochining ayoli. Voy, dahshat pixsiq xotine u. Yo, men undaq anglamagandim. Bu ikkisini xeyli qo'li kang, qo'li o'choq. Deb anlagan. Voy, narni? Voy, shu erininki qo'li kangligi kang, biza cho'ngroq erining qo'li. Endi shuning qarablam qo'li kang degan o'xshaydi. Ammo lekin voy, dahshat pixsiq yaxshimi? Men ham shunda anlagan, lekin mandoligini bilmayman ekan. Qandaqsiga undaq deysiz hamda o Maram qo'shningizni. Voy, tek boya sirtqi chiqay deb. Shunga ancha-muncha bir tayyorliklarimni qildim. Kiyimlarimni almashtirib, girimlarni qilib, chestay bo'lib qarsam, chechim vayron o'tirdi. Voy, to'ptiram, chechimni bir taraf qo'yay deb qarsam, shuni bilan xiyolimga shu kim keladi? Maram keladi-ku. Maram taraf qo'yamdi chechim. Voy, u Maram taraf qo'yib yurmisin? Shu Maramning uyiga to'g'aq kirgan, to'g'aq so'rab. Maramning uyi sizning satrashxonangizmi? Bu satrashxona emas, lekin qo'lim qo'shni bo'lgan kimda chechimni taraydigan kuch to'g'aqni berib turish kerak-ku. Chechimni taraydi deb to'g'aq so'rab kirsam, xuddi heliqi to'g'aqni men berib tursa, bir tal menda bir tishi uparab ketadigandek, sunib ketadigandek, bagil unmidi. Pixsiq. Voy, o'tib ketgan. Voy, shu nima qilava, shu qilib o'tirib. Sal astroqma. Menga bermagan to'g'aqlarining tishlari degan to'kilib ketsin tasam. Voy, yo'lda o'tayotganlar butun hammasi qarab qitib qoldi. Voy. Shundaqmi bir ko'nglim ketdi ekan, tiqchim batmay ketdi. Bo'pti, endi qanday qilsam, qo'lim qo'shlar bo'lgan ekan, unda qildi bo'lmapti qarab. Shu emasmi, bo'lmadi. Bir tal to'g'aq qo'shu.
O şu. Biz ham qo'lim qo'shilib qolgan bo'lsak, eliqo taqoq so'rab kiribsizga, ori so'rab kirsangiz beradiqda, chechangizni ori bilan taraydiganqa. Voy, mana mushtaq mard qo'shinlarim bor emasmi meniki? Osh Maramning piqsiqligi, mushmaligi faqat yarashmaydi, juma piqsiq. Taqoqnim oyamda deyman-da, qo'lim qo'shla. Shuning bilan qanday qildingiz? Sochlaringiz burumdan ratlik turdi hozir. Voy, qanday qiladim oxiri bo'lmay. Osh, nima qilsan qilabi? Ushtilib kelsinlar taqin deb bo'lib, uyga inib chiqib. Oxiri shu amalsiz o'zimnikini ishlatdim shu. Qanday qilmay Maramdan chiqmagan ekan, shu o'zimnikini ishlatib turdim. Sizdan batte bo'lmasa. Batte shu. Yangi og'ammi ya? Shu ying og'an shundaqmi bir ko'zam qiymay uni og'anning yaqi ishiltib baqmidan bo'lmasa, shu ko'zam qiymay. Ilqi sinib ketmisin deb oyab tishlarini. Poq. O Maramni petidan. O siz bak sex ekansiz, o Saram sexidan. Voy shu. Maram mening qishimga kirib baqsin qani. Mana shu Maram taqaqo baliqi bor, yo'q emas. Ama shu qanday bo'lib ketadi deb qo'yma, shu bek maylishib ketgan taqaq desam, shu o'zi yenib chiqdi-da. Toza tepishibsizlar, toza. Saram sexi Mahram peti deb. Bo'ldi, men ishim qilmayman, ha? Bo'ldi. Bilib qolsin juma qo'shnam Maramning oshishini, ha? Mendan taqaq so'rab jurmisizlar, jumamda. Ya, qaysildan so'ramayman. Navbat boshqa qo'shnilarim bagil ulmay qolib qolsa, sizning uyga chiqamiz juma. Ibay, shu arnim berman dedilar emasmi? Bizning taqaqning bijital tishi qapti shu hamda. Oyab ishlatamiz. Nimda qildiqandi? Qo'lim qo'shnilar inoq ittifoq o'tanglar. Bir-biringlar birini so'rab kirsanglar. Manda desak bo'lmaydi keras. Bir so'rab kirmanglarcha, nima qilsa tog'oqlarni so'ramanda. Tog'oqnim so'ramsizlardan. Ehtiyojlik bo'lsa bo'ladi. Jiddiy turda zodi amal qilinmaganda sirtdan elish imkoniyati bo'lmagay qolasizlar. Unda qo'lim qo'shindarchiqni yetkizsak bo'ladi, lekin hammasi ujukrab kirib qolmaydi. 6 yil oldi bir tog'oqni yanchig'im sep yuraman. Qo'lim qo'shsam, aklar tog'oqingdan bir tal tapaqmadigo. Nima degan yaxshi o'ldan o'tgan mana bo'pti. Men ko'chalarda mansam hech kim mening yanchig'im tog'oq deb o'ylamaydi-da. Shuning uchun faqat tog'oq so'rab baxma dedim. Şatlık ve xoşallık çaşkınları radyo dolkunları arkalık her bir kalipke çekilsin. Şatlık melodleri. Şatlık melodleri. Şatlık melodleri.